Assalomu alaykum va rahmatullohi qadrli kuzatuvchilar. Mana bir guruh hojilarimizni yana registratsiya jarayonidan o'tkazdik. Bularda bir taassurotlarini, hayajonlarini, nimaga aynan Akbar Muhammad firmasini tanlaganliklarini bir so'rab qisqa ko'ramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozirda salomatmisizlar? Yaxshimisizlar? Qani, yaxshi o'tib oldinglarmi registratsiyadan? Juda yaxshi o'tdi registratsiyani. Yo'q, qiyinchiliklar, mashaqqatlarimiz bo'lmadimi? Yo'q, hech qanaqa mashaqqat. Nimaga aynan biz Akbar Muhammad firmasini tanladinglar? Men bundan 2 yil oldin Muslim tramverida borgan edim. Mendan keyin kelinim, oila a'zolari bilan bordi. Meni telefonimga ulab qo'ydi. Nima kanalini ko'rib, men shunaqa yaxshi ko'rdim. Dedim, ilohim, men ham shu Akbar Muhammadda bor edim, niyat qildim. Alhamdulillah, Xudoga shukr, mana singillarim bilan, kuyovlarim, qizlarim bilan mana ketyapman. Allohga beada shukr, nasib qilganiga shukr. Bular qizim, ikkovi singlim, bular kuyovim. Barchamizga mana shunday singillarimiz bilan, qizlarimiz bilan borish nasib qilsin. Hozirda sizlarda taassurotimiz qanaqa? Men boshqachaman. Gapira olmayman, rosa xursandman men. Hozirda? Voy, men ham juda xursandman, hayajonim cheksa. Hozirda? Mazza qilib ketyapmiz. Hali qiyinchiliklar bo'lmadimi? Akbar Muhammadga ketayotganlaringizdan xursandmisizlar? Juda xursandmiz. Borlaringga shukr. Kelajakda biz bilan borayotgan hojilarimizga nima tavsiya berasiz? Biz bilan borisizmi yoki ma'qullamaysizlarmi? Yo'q. Hammaga Bizdan keyin boradiganlar hamma mana Akbar Muhammadda borsin. Hammaga tavsiya qilamiz, hammaga. Juda yaxshi nima. Ag'larni ham shunaqa tushuntiryapti. Hech kim olib bormagan joylarga olib boryapti. Shunday yaxshi qulog'ingga quyib qo'yapti. Men bunaqa 50 boshini men oldin borganman, bunaqa 50 boshini ko'rmaganman. Shuning uchun havas qildim, Alloh mana yetkazdi, alhamdulillah. Inshaalloh sizlar duoda bo'lib tursanglar, biz bundan-da yaxshiroq ishlashga harakatini qilamiz. Azizlar, bizni kuzatib borish uchun Telegram va Instagram kanallarimizga ulanib olinglar. Bundan-da qiziqarliroq video lavhalarimiz hali oldinda. Assalomu alaykum va rahmatulloh.